Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hocana yaqinroq keling. Bu maskan kambag'allarni, miskinlarni taomlantiradigan joy. O'zbekistondan kelgan hojilar ko'pincha kattadir xato qilib qo'yadi umrasida, o'zi bilmagan ahvol. Endi Allohga ayon. O'shaning uchun har bir kishi agarda qanaqadir nuqsonli umra qilib qo'ysa, kaffora sifatida bitta miskinni yoki to'rtta miskinni qornini to'ydirib beradi. Shuning uchun sadaqa qilamiz. Alloh berguvchi qo'lni yaxshi ko'radi. Bor yo'g'i 5 riyal turadi. Bitta hot-dog 20 riyalga 4 ta beradi. Bitta miskinni qornini to'yg'izsangiz, inshaalloh jahannamdan o'zingizga panoh bo'ladi. O'shaning uchun bu dunyoda sizni pulingiz qachon bo'ladi? Alloh yo'lida ehson qilsangiz. Hozirgi cho'ntagingizga turgan pul bu bolangizniki bu. Ya'ni hozir agar ketadigan bo'lsangiz, meros bo'lib bolalaringizga qoladi. Siz zaxirani u dunyoga qilishingiz kerak. Shuning uchun o'zingiz uchun eng kamida 20 riyal ishlata olmaysiz. Hozir yig'amiz, ehsonli olamiz, tarqatamiz. Allohning yo'li. Kelishdikmi? Bismillah. Ayollarnikini ayollar, erkaklarnikini erkaklar yig'adi. Bir kishi yig'sin. Mana hojani yig'ib bering. Ramaniki undan ko'ra. Uch kishiga beraman. Oxirida maydalab beradi. Ayollar bitta yig'inglar. 1 2 3 4 5 6 mana sadaqa. Hadi lütfen böyle.